Little Wayne'lar jamoasidan ajoyib video chiqdi. Haqiqiy o'zbeklarni hayotida bo'ladigan narsalar. Yangi mashina olsangiz deb video chiqarishgan. Juda chiroyli ishlab qo'yishgan. Ko'ringlar. O'zbek oilalariga bayram uchun muhim sabab kerak emas. Ular uchun yangi mashina ham katta bayram. Aka keldimi? Ko'raman. Ojon bola. Voy morola bo'lsin, sinchsin o'zimga tashurasizlar. Asjon qarindoshlar o'rtasida. Ha, kelinglar. Ha bu jiyan bo'lib ammajoying katasa qildirib kel. Kechirasiz. Birinchi bo'lib tuqqan onasini aylantirib kelmaydi mabodo. Ada, haydab aylantirib keling, oyimmi? Reja men mashinaga qiziqmayman. Onangni o'zini aylantirib ko'r. Chiq sana. O'tiring, oyim. Xotiningizga ham nasib qilarmikin o'tirish? Kasabni ko'r, ahvoli ko'rasan, mehmonlar bor. Ha, o'tiringlar. Прикид жестокий, уровень самый высокий. Был ставку стойкий. Спойлерlar передний, задний, ближний, дальний, фарala хрустальный. Boshingda qolsin mashinang. Ay, oyog'i tevyapti dedim, yomon gapirmadimi? O'zi bitta opam bo'lsam, bu sani jiyaning bo'lsa yeb qo'yarmidi mashinangni? Qiriladi. Chakagida. Tog'ayni mashinasiga boshqa o'tirmalaring to'xtat tushamiz. To'xtat. Abba! Ada, hamma o'tirib haydab ko'ring. O'zingga bersin. Zo'r mashina ekan. Bor xolalaringni aylantirib kelsa ichimdan ko'ri. Azgina chexnini och. Bugun o'tiramanmi o'zi ish qilib? Ha, xotirama o'tirasan shu mashinaga. Voy adasi, qarang jiyanim qanaqa zo'r mashina olibdi. Bu nima mashinasiz jon? Cherry Ariza 6 Pro. Ana, siz ham shunaqa mashina olishingiz kerak-da. Ha, pochcha kamroq siz olasiz. Chin ovozingni. Ekranlari bor ekan, konditsionerlari bor ekan. Qo'shili ekan sizinalar. Qarang, men bularcha elektronik bir nimalar bor ekan. Mahallam bolalariga hazil bo'l, aro bor. Buni hadovoylari zo'r ekan. Naqdga oldingmi? Yo'q. Hozir bu mashinani 25% boshlang'ich to'lov bilan 60 oygacha muddatli to'lovga olsa bo'ladi. Shunaqa oldim. Zo'r boplabsan. Ada keling, bitta o'tiring. To'xta. O'g'lim, yaxshi niyat qilib mashina olibsan. O'zingga buyursin. Aytdim-ku men senga qiziqmayman deb. Mayli, Ada. O'tir. Qoch. Butun mahalla chiqib bo'ldi shu mashinangizga. Xotiningizdan boshqa. Ay, yur. Voy, ketdimi? Shunda bolalarni aylantirib keling. Hop, yur. Ertasi kuni bo'lsa, Oyim mashina qani? Aday haydab ketdilar Samarqandga amaqing bilan. Oy. Haydayman dedilar. Menga. Ne unaqa Inchini pinhon. Ada boshqasiga olaylik. Qachire. Kattasi bo'ling, bolalar bor ekan.